Challenge. Umuman aslaha ishlatmasdan to'xtovsiz 10 minut daraxt choping. Challengingiz uchun rahmat. Albatta bu challenge qabul qildim. Sizda ham albatta challenge bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki biz 500 ta obunachiga erishmoqchimiz. O'tgan videoda aktiv juda kuchli bo'libdi. Buning uchun rahmat sizlarga. Menga ham kirib oldik. Endi tikka daraxt chopamiz. Miqdorida chopgan daraxtimiz mana shuncha bo'ldi. Specialda albatta kanalga obuna bo'ling. Umumiy hisobda biz 125 ta daraxt chopmiz. Sizlarga video ko'rishingiz mumkin. Men 10 minut tinimsiz daraxt chopdim.